Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha Tiger Uz. Bugungi videoda biz sizlar bilan do'stlar Granny o'yinidagi mana bu videomdagi xuddi shunga o'xshash va Grannyni qanday qilib yangi boshlaganlarga qotirib qo'yib maza qilib o'ynashni, modlarsiz qotirib qo'yib maza qilib o'ynashni lifehacklarni o'rgatib o'taman. Bo'lmasa birinchi lifehackimiz menimcha hamma biladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Granny. Palakat qotib qolyapti. Xo'p, Granny olamiz, chaqirib olamiz. Eshik yopiq tursa yaxshi bo'ladi. Granny quloqmicha qolib ketdi. Keyin biz hali ko'p ishlar qilishimiz kerak. Buyuk ishlar kutyapti bizni Granny. No, kelyapti xolamiz ham. Menimcha birinchi martada o'xshamasa kerak. O'zi vobshe o'xshashiga ham shubham bor. Mana shu bak. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, birinchi bagimiz o'xshadi. Granny ko'rib turibsizlar, qotib turibdi. Xo'p. Hay, men telefonim ham qotyapti. Qotmang. Biz ikkinchi bagni sinashimiz kerak. Xo'p, endi bu holatdan Granny chiqarib bo'ladimi bilmadim. Agar chiqarib bo'lsa, vobshe ishlarimiz bo'ladi. Xo'p. Nima bo'lsa bo'ldi, Teddyni qo'limizga olaylik. Menimcha ko'rganlaringiz kerak, shu bag Teddyni qo'limizga olsak sodir bo'lishi kerak edi. Granny xola, temiz. Xo'p. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, Teddyni qo'limizga olgan taqdirimizda ham bu chiqib kela olmas ekan. Yoniga kelsak, holatda ham bo'lmas ekan. Qotdi, birinchi bagimiz shu edi. Endi ikkinchi bagga o'tamiz. Ikkinchi bagimizga ham o'tamiz. Ba'zi bir narsalar topib qiynalmasligim uchun, video ham cho'zilib ketmasligi uchun topib qo'ydim. O'shaning ichida ancha Granny ham ushadi. Boshqa bo'ldi. Egimning oldingi bagda qotib qoldi. Granny o'sha qotganicha qoldi. Endi ne oldi ket? Teddy qan? Granny xola, Teddy nima qildingiz? Teddy joyida shekilli. Teddyni olib kelmasak bo'lmaydigan bag bu do'stlar. Video baribir cho'ziladimi deyman. Xo'p, Granny chiqibmiz. Iloji boricha Grannyni ko'ziga ko'rinmay Teddyni olishimiz kerak. Endi Granny ko'ziga ko'rinmay bo'lmaydi-ku. Drapovic. Teddy joyida ekan. Har ehtimolga qarshi Granny xolamiz bu yerda uxlatib olganimiz yaxshi bo'ladimi deb o'ylayman. Lekin Granny xolamiz kelib qolgan. Mana aylantirmasa buni. Xo'p. Birinchi o'ringa Granny uxlatib olsak yaxshi bo'lardi, chunki Teddyni olsak ko'zi qizarib, yana ko'zi qonga to'lib yomon bo'lishi mumkin. Palakat, meni o'yinim qotyapti.
Nimaga uni o'ylayapti? Granny hello. Keng. Siz bilan Counter Strike o'ynaylik birpas. Bu. Damage down. Yap. Granny hello. Ayağımda qo'yib hop, biz hozir Deadly'ni olib kelishimiz kerak. Granny uyg'onmasidan qo'qonga tushib qo'ygan bo'lardi. Ehtiyotdan. Barakat. Qotma. Granny uyg'on. Nima uchun tez yuragi uryapti buni? Do'stlar, yana videomiz baribir cho'ziladi degan umiddaman deyman. Degan umidda yana shuni deyman. Videomiz cho'ziladi shekilli, endi ish qiyin bo'lib ketdi. Granny bo'la qoling, videoni dabdalasini chiqaryapsiz. Ko'zingizga yog'im. Ko'zi qizargani bilan kelmaydi tez. Basharasini buzib tashlash kerak. Har ehtimolga qarshi dробовик dopga ol. Shu muzlagan holda sirasi tashlashimiz kerak ekan. Bu bag o'xshadi, silindrini yo'qmi? Qanday? Yo'q, stopingizga yog'im. Ketdik. Xo'p, Granny muzlagan bo'lishi kerak hozir. Muzlab podvalda spawn bo'lgan bo'lishi kerak. Bu ikkinchi bagimiz edi. Birinchi bagda o'xshash ehtimoli 90% 10%. Ko'rib turganlaringdek, ikkinchi bagimiz ham o'xshabdi. Lekin birinchi bagimizda o'xshash 90% 10% edi. Uni aniq o'xshashini kamdan kam o'xshaydi. Uni aniq o'xshashini aytolmayman, lekin ikkinchi bagimiz aniq o'xshaydi. Buni javob beraman. Mana ko'rib turganlaringdek Granny qotib turibdi. Xo'p, endi uchinchi bagimizga o'tadigan bo'lsak. Uchinchi bagimizga kiradigan bo'lsak, buni biladigan, ammo ishlatmaydigan remote control pult kerak bo'ladi. Hop, bu remote control bilan biz nimani ochib, spreyni olishimizga to'g'ri keladi. Chunimiz shu spreyga bog'liq. Paper spray, qalampirli spray. Granny hello. Granny. Vamiz ham kerak bo'ladi, ya'ni ikkinchi qavatga chiqsa, ikkinchi qavatga chiqqandan keyin buni ko'zga sepamizda, ko'zi ko'rmaydi. Keyin biz
aslida yiqilib bo'lishimiz kerak edi. Boshqa narsalarga. Taxtalar bilan o'xshamas ekan. Pallakchat bo'ldi baba. Xo'p, kayfiyat tushunmaymiz. Yana bizda bir kun bor, davom etamiz. Ikkinchi kun. Ba'zi bir nosozliklarga ko'ra o'yinga yana kirib chiqishga to'g'ri keldi, chunki bug ishlaganda greni qotib qolyapti, ko'rib turganlaringdek. Bundan oldingi buglarda qotib qolgani uchun kirib chiqishimga to'g'ri keldi. Hop. Biz bu yerdan to'g'ri yurib spreyni olamiz birinchi o'rinda. Yaxshi sprey turibdi ekan, devorga chekib ketganda yaxshi bo'ladi. Buni bekka tashlaymiz-da. Buni shortisini ko'rgan bo'lsalaring ham chiqardim. O'shandan ko'rib sinab ko'rganlar ham bor. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, shortislarni shortlardan ko'rib like va obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddaman. Albatta qiziq chiqqan. Yo, uzr do'stlar, hali yo'q. Chiqarmabman bu videoni. Ba'zi bir nosozliklarga ko'ra chiqardim. Short uzoq bo'lib ketadi, to'g'ri 2 minut bo'ladi. Shunday tushib o'ylashimiz kerak. Greni ko'z yechibgandan keyin ko'rmaslik uchun. Short chiqaradigan bo'lsak, shorts videomizda u short men qo'yish ulgurganim yo'qdi. Chunki 2 minut bo'lib ketdi. 2 minut ham zetgali ham YouTube o'zi ham 1 minutdan oshig'ini qo'ymas ekan. Keyin greni qolamiz chaqiradigan bo'lsak. Chetdan chiqasmi greni? Endi keng. Xo'p, agar adashmasam bu bugda pastdagi o'rgamchak, ya'ni kallasi katta o'rgamchakka ham qotib qolish kerak edi. Hop, ko'rib turganlaringdek greni biz ko'rmayapti, chunki ko'ziga qalampir sepilgan boshqa. Xo'p, yana bir bugdan foydalanib biz hozir o'rgimchak kalitini olgan kitob bor bizda, lekin vaqt yo'q. Yana bir bugdan foydalanib o'rgamchakni yoniga boramiz. Bu bugni hamma bilsa kerak, chunki shortisini ham qo'ydim. Keyin YouTube tuzigan videolari bor. Hop do'stlar, ko'rib turganlaringdek bugungi mana shu 3 ta buglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar kanalimiz rivoji uchun. Agar bo'ldi kimgadir ana shu pastdagi o'rgamchakni ham moda deymani baglari qiziq bo'lsa, uni ham alohida video qilib chiqarishim mumkin. Keyin har xil devorlarni chekirish, devorlar ichidan o'tib ketish deganlarda o'shanaqangi baglar ham agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta like bosing, kommentariy qoldiring. Keyin pastdagi o'rgimchagidan cho'chiydiganlar bo'lsa, ularga ham alohida baglarni chiqaramiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, albatta fikringizni kommentariyamizda qoldirasiz degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.